Qaranglar. Bu yerda bitta narsa qilsak bo'ladi. Bog'lanish, dependency graph chizib olsak bo'ladi. Yoki computation graph deyiladi. Computation yoki dependency graph. Bu qanaqa bo'ladi? Simple. Z ni olasizlar yoki F, farqi yo'q. F deylik. F main function, to'g'rimi? F qaysi variablelarga bog'langan? X, Y. X, Y chizamiz. Ya'ni bu bunga bog'lanishini ko'rsatish, xolos, shunchaki graf bu. Hech qanaqa foydasi yo'q ham deya olmaymiz, lekin hozir ko'rasizlar foydasini. X, F, X va Y ga bog'langan. X-chi? X nimaga bog'langan? T ga, variable. Y-chi bu ham T ga. Demak, ikkalasi bitta variablega bog'langan. Shuning uchun graf deyiladi bu, dependency graph. Qaysi biri bir-biriga dependent. F X ga dependent, X T ga dependent, F Y ga, Y T ga ega. Okay. Bu nimaga foyda beradi? Qaranglar. Bizdan Z ni o'zgarish tezligi so'ralgan, to'g'rimi? Qancha T bo'yicha biz mana bu yergacha kelishimiz kerak. Bu yerdan o'zgarish bo'ladi, qancha bir o'zgarish bo'ladi, bunga contribute qiladi. Bu yerdan o'zgarish, bu yerdan contribute. Demak, ikkita path bor bu yerda, yo'l bor. Bitta path. Mana pass 1 deylik, pass 2. Demak, ikkita yo'l bor. O'zgarish. Bittasi X tarafdan, bittasi Y tarafdan. Demak, dz dθ nimaga teng? F ni o'zgartirsam, birinchi F dan boshlaymiz. F X ga nisbatan o'zgaradi, to'g'rimi? Qaytru, chunki hali tugagani yo'q, mana bu yerga keldik. Endi X o'zgarsa, T ham o'zgaradi. dx dt. Okay, pass 1 tugadi. Yana bitta yo'limiz bor. Or degan plus df, mana bu yerga keldik. Dy and then dy dt. Mana shu o'zgarish, total change shu bo'ladi. Okay. Ko'rib turganlaridek, mana bu graf ancha foydasi tegadi, dependency graph. Ya'ni qancha yo'l bo'lsa, hammasini qo'shib chiqasizlar. O'sha yo'l bo'yicha hosillarni olib, multivariable ozgina chalg'ituvchi, shuning uchun